Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Video boshlaridan bir like'larni bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa sizlar uchun bir manfaatli video bo'lishundan umidvormiz. Toza zaborlarimiz keldi. Arendam toza partiyalar ko'p. Hozir ko'rsatib o'tamiz ularni. Yana bu 2 metr 2 metrlik döşki 5'e 5 bo'ladi do'stlar. Siymi yana chisti 3lik siyimdan ishlangan bu. Buni shu narsani siymi 3,5likdan ham ishlangan bu do'stlar. Ne? Rasmiy simlarında yaxshigina farq bor. 3,5 chiqadi, 3 chiqadi do'stlar. Aldab sotish yo'q. Bularni 3,5lik simlarni 1,5 metr, 2 metrliki yoki bo'lmasa 1,82 metrliki yo bo'lmasa 2 metr 2 metrliklari bor do'stlar. Keyin toza kelganina 1,20lik, 1,20lik do'stlar. Sim qalolligi 5 mmlik bo'ladi do'stlar. Yachinkalari 7,20 cm yoki bo'lmasa 9,20 cm toza partiyalari keldi do'stlar. Gelip evvel qaytib ketib turganlar bo'lsa, bemalol gelip xarid etib ketishlari mumkin. Xo'p, bular narx-navolarni aytib o'tib ketadigan bo'lsak do'stlar, ishi ko'rib turganlaringiz kvadrat 70 ming so'm ishi narsani, sim 3,5likni. Arg'isiniki kvadrat 60 ming so'm do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, o'tgan yilgilardan arg'i asinkofilardan ancha narxlarni arzonlashtirilgan. Bular navbatda chornovoy simdan chiqib, ustidan parashkoy kraska uriladi. Asinkovkalar qimmatroq bo'ladi bularga qaraganda. 3D zaborlarimizda 2 metr, 2 metrlik, 2 metrlik, 3,5, 4lik, 5lik simlari bor do'stlar. Xo'p, bergilar ham 5lik simlari, 1,60liklarniki, 5lik, 4lik, 4likning do'shi kichkinasi bor, har xil bor do'stlar. Kelaverasizlar. Keyin endi 1 metrliklarni 1 metrlik 5'lik sim, 1 metrlik 4'lik sim, 1 metrlik 3'lik sim yine do'stlar. Yine buna narxlarına keladigan bo'lsak, yine 3'lik simmi bir danasi 70 ming so'm. 1 metre 2,5 metr bo'ladi. 70 ming so'mdan atib beramiz ularni do'stlar. Yani 1,20liklari bor 4'lik simlarni. Buni masalan deylik narsani 85 ming so'mdan atib beramiz 1,20ligini. 3 simligini do'stlar. Hop, do'stlar. Şöyle geçersizler nasip olsa, eğer ağaç aladigan bo'lsangizlar ham bemalol kelaverasizlar. Apolovka kerak bo'lsa ham bemalol kelaverasizlar. Nog'ozi ishi videomizni ko'rib turib apolovka olib ketib turgan odamlar ham ko'p do'stlar. Shuning uchun manfaatli bo'lishi uchun bir like'larni bosib qo'yamiz. Sement narxlariga keladigan bo'lsak, 450lik, 550lik sementlarimiz bor. Chisti zavoddan keladi, 50 kilo chiqadi. Hech qanday xaltalangan emas, zavodning o'zidan kelgan sement do'stlar. Yine 550 marka. Bularning bugungi kundagi narxi 52 ming so'm, 450'ninki 48 ming so'm bo'lib turibdi do'stlar. Har yil qishda sement tushadi, bu yil sement ko'tarildi naboratdan do'stlar. Xabarlaringiz bo'lsin. Чтобы qimmat aytib tursanku degan ma'noda hech tushunmanglar.